Masjid obod etganga jannat bo'lsin. Masjid mo'min musulmonlarning Alloh taolaga ibodat qilish uchungina bino qilinadigan ulug' joylardir. Masjid Alloh taolaga ibodat qilinadigan pokiza maskan. Albatta masjidda mo'min musulmonlarimiz ikki dunyo saodatini so'rab, yurtning tinchligi, xalqning farovoni so'raydigan bir ma'rifiy maskan hisoblanadi. Shuning uchun ham shariatimizda masjidni Baytulloh, ya'ni Allohning uyi deb aytiladi. Shu nuqtai nazardan masjidlarning boshqa inshootlarga nisbatan o'ziga xos hurmati bor. Masjidni obodligi uchun shu joyda ibodat qiluvchi insonlar bilan bo'ladi. Masjidni obod qiluvchilar haqida Alloh taolo Qur'on Karimda Tavba surasining 18-oyatida albatta Allohga masjidlarni faqat Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirgan, namozini to'kis ado etgan, zakotni bergan, Allohdan qo'rqqanlargina obod qilur. Ajabimiz ana shular hidoyat topuvchilardan bo'lsalar deydi. Demak, iymonni, muhabbatni taqozolaydigan bu narsa Allohning amriga bo'ysungan, oxirat haqligan, namoz, ro'za farz ishlangan, Allohdan qo'rqadigan mu'minlar ana savob umidi mana shu xayrli amallarga qo'l uradilar. Ana o'shalar hidoyat topgan, ikki dunyo saodatini qo'lga kiritgan, yaratganning roziligiga mustahiq bo'lganlardir deydi. Abu Said roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam agar birov masjiddan ta'mirlayotganini ko'rsalaring deydi, uning mu'minligiga guvoh bo'linglar deydi. Alloh taolo oxirat va Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan kimsalar masjidni obod qiladi. Demak, masjid qurishda mana shu shuhratparast aralashmagan holda Allohning roziligi, musulmonlarning manfaati ko'zda tutilmoqi kerak. Alloh o'z uylarini, masjidlarni obod maskani, hidoyat mayog'i, ilm charchashmasi qilgani bejiz emas. Albatta bu ilohiy baxtni qo'lga kiritish ilinjida mu'minlar tuni kun unga oshiqadi. Bu yerda ma'naviy yuksalib, qalban poklab, ruhan tetiklashib chiqiladi. Ilohiy nurning markazi masjidlar. Robbining fayzini bo'yicha mu'minlar qalbi shu bilan nurlanadi. Usmon roziyallohu anhu rivoyat qiladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim Allohning roziligini tilab bir masjid qursa, Alloh taolo jannatda unga bir uy qurib beradi deydi. Demak, bu dunyoda masjid bino qilish uchun uringan har bir kishining qilgan hissasi, har bir kishi imkoniyatiga kelib chiqib masjidga yordam berganlar, hissa qo'shganlar ishlari behuda ketmaydi. Bu oxiratda Alloh tomonidan munosib taqdirlanadi. Ya'ni shuning uchun jannatda alohida muhtasham uyga ega bo'lmoqchi bo'lgan odam bu dunyoda masjid qurishga, obodonlashtirishga, har ehsonda qurbi yetganicha ishtirok etmoqi marg'ub amallardan. Alloh taolo barchamizni o'zining uyini obod qiluvchi bandalardan qilsin. Masjidimiz mana shu holatga kelguncha hissa qo'shgan, yordam bergan, har qanday qo'lidan kelgancha imkoniyatdan yordam berganlar Alloh taolo rozi bo'lsin. Umriga, rizqiga baraka bersin, o'rnini to'ldirib bersin. Jannatlardan barchalarga qasrlar bino qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.